Yovvoyi kelin. Detektiv sarguzasht roman. Muallif Nabijon Hoshimov. Birinchi qism 11-bo'lim. Ishkalli yo'l. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu siz uchun bir soniyalik ish xolos, biz uchun esa bu juda ham muhim. Va keyingi qismlarini yanada tezroq tayyorlab taqdim etishimizda asosiy turtki bo'lib xizmat qiladi. Iltimos, obuna bo'ling. Yo'lovchilarning manzillariga tezroq yetib olishlari uchun muhim omillardan biri bu vaqtdan yutish, iloji boricha to'xtamaslik, faqat olg'a bosmoq edi. Lekin bir tomoni qoyalardan iborat tog', bir tomoni jarlik, faqatgina piyodalar yurishi mumkin bo'lgan joylardan karvon bilan yurish, ayniqsa tajribasiz yigitlar uchun juda og'ir kecha boshladi. Karvonning boshida Sarvar otni yetaklab olgan holda borar. Otning egariga arqon bilan sabohat ortilgan qo'tosning shoxi bog'langan edi. Andrey esa o'z otiga yuk ortilgan eshaklar guruhini bir-biriga bog'lab boshlab borardi. Eshaklar shalpang quloqlarini u yoq bu yoqqa aylantirib, egalarining harakatiga go'yo quloq tutib, odob saqlab yo'lda davom etishar. Lekin doimo tog' va toshda ozod yurishga ko'nikkan qo'tos g'ashiga tegayotgan arqonni tortqilab, qoyalar sari chiqib ketishga intilaverardi. Qo'tosning bu qilig'i yigitlarning asabini qo'zg'ar. Ayniqsa orqada kelayotgan Andrey yurishiga xalaqit berayotgan bu hayvonning avlod ajdodi sha'niga jahl bilan hamdu sanolar aytib bormoqda edi. Mana, to'satdan qo'tos yana shoxini siltab soldi va yo'ldan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Sarvarning oti to'xtab qoldi. Andreyning esa jahli junbushga keldi. Hozir teringni shilib olaman, maraz, deya baqirdi u va orqasidan tepib yubormoqchi bo'ldi. Lekin bu ishi qimmatga tushishini o'ylab, arang o'zini bosdi. Qarab tur, senga keyin ko'rsatib qo'yaman, deya oldi alam bilan. Lekin kim kimga qachon nimani ko'rsatishi hali oldinda edi. Ular qorong'ulik tushgani mahali nihoyat bir jilg'aga duch kelishdi. Kun bo'yi yurilgan og'ir yo'l, vaqtni qizg'anib, deyarli to'xtamay kelayotganliklari shaharlik yigitlarga o'z kuchini ko'rsata boshlagandi. Ular suvdan to'yib ichishib, yuz-qo'llarini yuvib olishdi. "Kel, shu yerda biroz dam olaylik-a", dedi Sarvar behol. "Uchi", deb so'radi Andrey hansirab turgan qo'tos ustida shirin uxlayotgan sabohatni ko'rsatib. "Mayli, uxlayversin. Biz ketishimiz kerak", dedi Andrey uzoqda viqor bilan ko'kka bo'y cho'zgan cho'qqini ko'rsatib. "Unda hayvonlar suv ichib olsin, biroz nafas rostlaymiz." Shunday qarorga kelgan yigitlar karvonni suv bo'yiga olib kelishdi. Otni hurkitib yubormaslik uchun Sarvar qo'tosning arqonini egardan bo'shatib, qo'liga ushlab oldi va hayvonning peshonasini ohista silab qo'ydi. Shishaga tiniq tog' suvidan olib, so'rg'ishni yana tiqdi-da qizning labiga olib bordi. U uyqusirab ozroq ichib oldi va yana uyquga ketdi. Andrey esa otning arqonini bir toshga bog'lab qo'ydi. Eshaklar otning egariga mahkamlangan edi. Hammalari tortinmay suvdan to'yib ichishdi. Ko'ngillari xotirjam bo'lgan yigitlar esa ryukzaklarini boshiga qo'yib, ko'p o'tmay pinakka ketishdi. Qancha yotishdi noma'lum edi. Kutilmaganda tasodif yuz berdi. Charchoq tufayli qattiq uxlab qolgan Sarvarning qo'lidan jilg'a bo'yida o'tlay boshlagan qo'tosning arqoni ohista sirg'alib chiqib ketdi. Ular albatta mudhish xatolikka yo'l qo'yishgandi. Sabohatning qo'l-oyog'ini bo'shatib, hayvon ustidan olib yerga yotqizib qo'yishlari kerak edi. Bu xatolik qimmatga tushdi. Makoni baland cho'qqilar bo'lgan, tog' va toshlarda erkin yura olish bo'yicha mutaxassis hisoblangan qo'tosni ulkan beg'ubor cho'qqi o'ziga chorlayotganday edi. U yerda uni qarindosh urug'lari kutishayotgan bo'lsa ajabmas. O'z to'dasidan ajralib, cho'qqi sari yo'l olayotgan bu jonivorning xatti-harakati albatta qoyalar sultoni bo'lmish silosunlardan birining e'tiborini tortmay qolmadi. Uning quloqlari dikkaydi. U nimani orqalab olgan ekan, qiziq. Mitiqli ovchi emasmikan ishqilib? Tekshirib ko'rish kerak degandek, oy nurida ko'zlari lovilladi.
Qotos albatta bu xavfni anglamay qolmadi va o'zini archazorlar ichiga urdi. Meni topib bo'psan ahmoq, orqamda anavi jonon bo'lmaganda-ku, o'zim senga ko'rsatib qo'yardim degandek pishqirib qo'ydi-da, chaqqonlik bilan toshlardan toshlarga sakrab, archazorlar orasida g'oyib bo'ldi. Uning ortidan biroz yurgan Silovsin, yaxshisi eshaklardan birini ag'darib qo'ya qolganim tinchroq, degandek karvon tomon qarab lablarini yalab qo'ydi. Yurgaklangan kelinning tushiga bo'lsa tog' toshlar kira boshladi. Emishki, osmono'par cho'qqida Mansur uni o'ziga chorlar, qiz esa yungli hayvonni minib olib, yigit tomon ketib borayotganmish, lekin hech yeta olmayotganmish. Sarvar ham shu paytda tush ko'rmoqda edi. Kelinlik libosini kiyib olgan Sabohat gul u chamanzorlar aro jannatg'or tomon chopib bormoqda emish. Sarvar esa kuyovlik zard libosida yasatig'liq otni ushlab g'ordan chiqib kela boshlabdi. Shu payt ot qattiq pishqiribdi. Sarvar uni siltab qo'yibdi. Ichkaridan kovboycha kiyingan Andrey chiqib kelibdi. Uning oti ham kishnab qochib ketibdi. Kovboy revolverini olib osmonga qarab o'q uzibdi. Shu mahal Sabohatni bir burgut samoga ko'tarib parvoz qilibdi. Eshaklar pishqirib bezovtalana boshlashibdi. Qotos esa joyida ko'rinmasmish. Sarvar, tur o'rningdan, deya qichqirdi Andrey bir mahal. Bog'liq ot bezovta bo'lib suvni sachratib yuborgandagina Sarvar o'ziga keldi. Tog'larga oqshom cho'kayotgandi. Maraz qochib ketibdi, dedi Andrey miltiq bilan nimanidir izlab. Kim qochib ketibdi? Qanaqadir yirtqich, yovvoyi mushukka o'xshagan. U qayerda? Mushukmi? Yo'q, Sabohat. Nega mendan so'rayapsan? Uni sen ushlab o'tiruvding-ku, dedi Andrey xavotir olib tez aylanib olarkan. Bo'lishi mumkin emas. Qayerda o'sha bizon? Ikki yigit dovdirab, oy yorug'i xira nur sochib turgan tog' toshlarni gir aylana boshladi. Sabohat, deya qichqirdi Andrey. Sabo, deya qo'rqqanidan bor ovozida baqirdi Sarvar ham. Tinchlan, o'zingni bos. Bunaqada uni topa olmaymiz. Qayerdasan, Sabo? Deya cho'kkalab qoldi Sarvar nima qilarini bilmay yig'lamsirab. O'zingni qo'lga ol, sekinroq. Bo'lmasa uni uyg'otib yuborasan. Ular uzoqqa ketgan bo'lishi mumkin emas. Miltiq bilan fonarni olamiz, ikkiga bo'linamiz. Ikkiga bo'linib qidiramiz. Ular qaltirab turgan eshak karvoni oldiga chopib borishdi va eng kerakli narsalarni olishib, shu yerga yana 2 soatdan keyin qaytib kelishga kelishib olishdi. Mabodo bir gap bo'lsa, baqirib yoki o'q uzib xabar ber, xo'pmi? Dedi Andrey qizning bir nima bo'lib qolishidan dir-dir titrayotgan Sarvarga. Yaxshi, dedi Sarvar arang. Ular ikki tarafga qarab ketishdi. Qorong'ulikda qaqqayib turgan toshlar ham, archa-yu boshqa daraxtlar ham deyarli bir xil qotoslarga o'xshab ko'rinar. Har bir ovoz, har bir shitirlashlar juda muhim edi. Lekin yigitlar bu harakatlarining befoyda ekanini, faqat kun yorug'ligida qidirish kerakligini tushunib yetgandilar. Noumid shayton deganlariday, kelin orqalagan qotosning lop etib oldilaridan chiqib qolishlarini yoshlar shu mahalda juda xohlamoqda edilar. Bir vaqt uzoqdan Sarvar degan ovoz keldi va u tog' toshlarda aks sado berdi. Nima? Deya javob qaytardi Sarvar ham. Biz ularni bunday topa olmaymiz. Kel, baqiramiz. Baqirig'imizdan qiz uyg'onib ketadi. Uyg'ongach, qo'rqqanidan o'zi baqiradi. Tushunarlimi? Yaxshi, dedi Sarvar do'stining taklifini tushunib va har ikkisi endi qizning ismini aytib tinmay chaqira boshlashdi. Faqat tong yorug'i tusha boshlagan mahaldagina ularning ovozi o'chganday bo'ldi. To'g'rirog'i, turli qushlarning sayrog'i bosib ketdi. Lekin bu hali holva edi. Go'yo kimningdir qahri kelar va ularni jazolay boshlaganday tuyulardi. Birinchi bo'lib Andrey to'xtagan joylariga yetib kelganida karvonning joyida yo'qligini payqadi. Faqat ikkita otgina bir-biriga suyanishib, oyoqlarini depsinishib turardi. La'nati, deya baqirdi Andrey o'z tilida va osmonga qarata o'q uzdi. U yoq bu yoqqa chopib keldi. Eshaklar ko'rinmasdi. Ular uzoqqa ketishmaydi, bir-biriga bog'langan edi.
Biri boshlasa, boshqasi ketaverganda hayvonlar. Ehtimol tungi mushukdan cho'chishgandir. Muhimi hozir qiz. Ishqilib, Sarvar uni topgan bo'lsin-da, degan o'ylar bilan serbulut osmon oqarib, tong otayotganini his qildi. Ko'p o'tmay Sarvarning "Andrey" deya xirillab chaqirgani eshitildi. U tuni bilan baqiraverib, ovozini yo'qotgani sezilib turardi. "Men shu yerdaman" deya qichqirdi Andrey. Miltiqni hassa qilib olgan Sarvar paydo bo'ldi. U nihoyatda toliqqan edi. U keliboq yuz qo'lini yuvib suvdan ichib oldi-da, eshaklarning joyida emasligini payqadi. "Ular shu atrofda, uzoqqa ketishmaydi", dedi Andrey savol berilmasa ham. "Endi men tepaga chiqaman. Sen esa biroz dam olib, karvonni qidir. Kel, bunday kelishib olamiz. Aql bilan ish yuritamiz. Agar men adashib qolsam, bir marta o'q uzaman. Sen menga javob qaytarasan. Agar biror korhol ro'y bersa, 2 marta otaman. Demak, mening yonimga kelishing kerak bo'ladi. Tushundingmi? 3 marta otilsa-chi? Bu degani kimdir qizni topgan bo'ladi", dedi Andrey. Andrey ketdi. Sarvar esa boshini changallab qoldi. "Sen faqat qizning chinqirig'iga quloq sol", deya qichqirdi Andrey ortiga qarab. U qo'rqqanidan baqirishi kerak. Sarvar tushunarli degandek bir qo'lini ko'tarib qo'ydi. U biroz dam olgan bo'ldi-da, eshaklarning izini axtara boshladi. Kecha tunda o'zlari kelgan tarafni esladi. Lekin yangi izlar ko'rinmasdi. Nihoyat uning ko'zlari jilg'a yoqasidagi toptalgan maysalarga tushdi. Izlar jilg'a bo'ylab pastlik tomon ketgandi. Yigit ham jilg'a bo'ylab chopib ketdi. Tezroq karvonni topib, narsalarni biror joyga joylab qo'ymoq va sabohatni qidirishda davom etmoq kerak edi. Uzoq pastlik tarafda soy suvining shovqini eshitila boshladi. Balki eshaklar soy bo'yida qayoqqa borishlarini bilmay turishgandir, degan xayolga bordi Sarvar va tezroq ularga yetib olishga oshiqdi. Yo'lda turli butalar, changallar ko'p uchradi. U yaxdek suvni deyarli kechib borardi. Nihoyat soy shovqini baralla eshitila boshladi. Lekin u jarlikda oqar, jilg'a bo'lsa unga tomon balandlikdan sharshara bo'lib tushmoqda edi. Sarvarning ham soyga tushib ketishiga bir baxya qoldi va osilib turgan qayin shoxini arang ushlab osilib qoldi. Bir qo'li bilan esa qirg'oqdagi ajriqlarga yopishdi. Shuning uchun miltiqni tashlab yuborishga to'g'ri keldi. Soy suvi toshlardan toshlarga urilib shunday tez oqardiki, oqib ketsa eshak tugul odamning ham sog' qolishi amri mahol edi. Qirg'oqqa arang chiqib olgan Sarvar omon qolganiga shukr qilib, karvondan ham umidini uzdi. Endi ularning hech narsasi qolmadi. Hatto miltig'i ham oqib ketdi. Faqat 2 ta otlari bor. Ryukzakda oz-moz ozuqa, qolaversa tilla va pul bor edi. Nima bo'lsa ham endi kelinchakni topish va tezroq bu la'natli joylarni tark etmoq kerak edi. Sarvar shunday o'ylar bilan yana kelgan joyi tomon ko'tarilib borardi. Shu mahal yuqoridan birin-ketin 2 marta otilgan o'q ovozi eshitildi. Demak, do'stiga bir nima bo'lgan. "Ey Xudo", deya yig'lamsirab qichqirib yubordi. Umrida Xudoni tiliga olmagan yigit suv bilan to'lgan krossovkasini shilpillatib chopib borar ekan. Nima bo'lgan ekan-a? Ishqilib tinchlikmikan? Yo sabohatga bir nima bo'ldimi? Unga bir nima bo'lsa, nima qilaman? Men qanday yashayman? deya tinmay o'ziga o'zi javrab borar va qilib qo'ygan ishi naqadar ayanchli va dahshatli ekanini endi anglab yetmoqda edi. Tepalik tomon chiqib, archazorlar oralab borayotgan Andrey uzoqda bir daraxtga ilashib turgan qizil matoga ko'zi tushdi va chopib bordi. Bu sabohatning ustiga yopilgan adyol edi. Demak, ular shu tarafga cho'qqi sari yo'l solishgan. Shu izdan ketaverish kerak. Andrey jon jahdi bilan olg'a bosarkan, yana bir matoni ham ko'zdan qochirmaslikka intilardi. Bu sabohatning boshiga qo'yilgan sariq yostiq edi. Uning yo'lda tushib qolish ehtimoli ham turgan gap edi. Sabohatning yuziga turli buta shoxlari urilavergach, o'ziga kelayotgan edi. U nihoyat ko'zlarini ochdi. Ochdi-yu, lekin hech narsaga tushunmadi. Qandaydir tog'lar, toshlar, archazorlar ko'ziga tashlanardi. Tush desa tushga o'xshamas, bel oyoqlari bog'liq, ba'zan butalar yuzi va yelkasini tirnab o'tmoqda ham edi.
Tavba, astag'firulloh, men qayerdaman? deya o'z-o'ziga savol bera boshladi qiz va boshini ko'tarib qandaydir hayvonning shoxlariga ko'zi tushdi. Shaytonni minib olganmanmi, nima balo? Yo alahsirayapmanmi? Demak, og'ir kasalman. Mansur akam qani ekan? Nahotki yosh bo'la turib o'lib ketaversam? Yo'g'e, axir men bugun imtihon topshirdim-ku. Nima qilay? Qo'rqaverayinmikin? Baqiraverayinmi? deya u tevarak atrofga olazarak qaradi-da, to'satdan qichqirib yubordi. Undan cho'chib ketgan qo'tos chopib ketdi va o'zini butalar orasiga urdi. Egilib turgan daraxtlardan biri qizning qoq peshonasiga urildi. Qo'tos biroz to'xtab qoldi-da, yo'nalishini xiyol o'zgartirib, yana yo'lida davom etdi. O'shanda Sabohatning ko'z o'ngida bir olov chaqnadi va hushidan ketib dami o'chdi. Yana shu zayil qancha yotdi bilmadi. Peshonasidan sizib oqqan qon yostiqni ho'l qildi. Lekin gap ho'llikda emas, hamma gap isda edi. Chunki qon isi daydib yurgan ba'zi vahshiy hayvonlarni o'ziga jalb qilishi mumkin edi. Hademay yukli qo'tos ikki bo'rining ta'qibida qoldi. U tezroq cho'qqiga, o'z to'dasiga yetib olishga oshiqa boshladi. Qizning yagona chinqirig'ini ehtimol Andrey his qilgandi o'shanda. Har holda u qo'tos ketgan yo'nalishni to'g'ri tanlay bildi.